Mediaparkda 10-etajga podkrochka olingan kvartirada dizayn projektiga asosan podsetkani tanlaganimizda podsetka 1:1 chiqmadi. Biz 3000 kelvinlik podsetka qo'ygandik. Dizayn proyekt bo'yicha esa 4000 kelvin berilgan ekan. Shuni hisobiga xato qildik. Bu birinchi xatoyimiz. Podsetkani tanlashdagi bo'lgan xatoyimiz. Ikkinchi xatoyimiz profilni tanlaganimizda profilli shishasi yo'q ekan. Ya'ni nur sochuvchi ustidagi steklosi yo'q ekan. Shunga endi elektriklarimiz boshqatdan demontaj qilib berishdi. Abbos, mana shu haqida nima deysiz? Hozir shu nimadan bo'lgan xatolik? Bu xatolik profilda orqasi juda kichkina ekan. Keyin profilda moslab stiklarni mana shunaqa nur tarqatuvchi stiklo bilan podsvetkani ustiga shu narsa qo'yib ketilmagan ekan. Keyin biz yechim qildik. Tashqi korov qilib ustiga shunaqa stiklo bosib shu holatga keltirdik. Mana bu eski holati ko'rishlar mumkin. Mana bu qalasa bo'lib qolyapti, ya'ni oddiy chiziq bo'lib qolyapti. Endi bu esa yangi holati mana. Devorga shular tushib boshladi. Ya'ni shular tushyapti, ko'rishlar mumkin. Sizlarda ham shunaqa xato bo'lmasligi uchun biz o'z xatolarimizni va kamchiliklarimizni to'ldirib borish uchun sizlar bilan har bir vaqtni, har bir daqiqani bo'lishyapmiz. Bu esa sizga foyda keltiradi. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga a'zo bo'ling.